do'stlar, sizlarga Ravshan Bexoniyoz. Bitta odam menga savol beribdi. Yoshi katta bo'lsa kerak-da. Aka, 80-yillarda tanish bilish kerak edi. Siz qanday qilib lavozimda mana shu o'sib katta muvaffaqiyatga erishdingiz degan savol beribdi. Endi men shu haqida sizlarga qisqa o'zimning hayotimdan aytib bermoqchiman. Mana qanaqa qilib bo'lgan? 1980-yillarda shu zavodga oddiy ishchi bo'lib kirgandan keyin master deymiz hozir. 30 ta odam boshqaradigan, ertalabdan kechgacha men gapirganimda o'tgan videolarda zavodga borardim, kelardim, qora qamishdan qo'lliqqa qiynalib ketardim. Qiynalgandan keyin qachongacha bu hayot shunaqa bo'ladi deb siqilib ketardim-da. Undan keyin harakat qilardim. Qanday harakat? Odam nima qilishni bilmagandan keyin nima qilar ekan? Izlar ekanda, qo'shimcha daromad olaman deb, qanaqadir xizmatlar bormi, ishlar bormi, tashabbus deymiz-ku, har xil variantlarni izlar ekan. O'shanda odamlar sizni ko'rar ekan. Ko'proq mana o'zingizga majburiyatlar, javobgarlik oladigan bo'lsangiz. Men sizlarga bitta eksperiment ko'rsatay. Mana bu nima? Bu oddiy to'p. Qaranglar. Mana olamizda tushundinglar-a? Yana bir marta. Mana bu balandlikka ko'tarildi. Nimaga? Chunki urildi. Biz ham hayotda agar urilmasak, yiqilmasak, turolmaymiz. Ko'pchilik mana shu yiqilganda shu joyda, shu holatda qolib ketadi. Bor odamlar mana shu bunga turtki bo'ladi. Turtki bo'ladida shu daraja odam harakat qilishni boshlaydi. Rivojlanishda 3 ta usuli bor. Muvaffaqiyatga erishdi. Men tushuntirganman o'sha darslarimda. Birinchisi tirsaklar usuli. Avtobusda, metroda mana odam ko'p bor joyda, stadionlarda odam ko'p. Siz qanaqa yurasiz? Harakat qilasiz, to'g'rimi? Harakat qilasizda tirsaklar bilan harakat qilasiz eshikni oldiga chiqishga yoki oldiga yurishga. Mana bu birinchi usul. O'sha usuldan foydalanganman. Izlanish har doim qanaqadir yangilik, bo'ynimga yuksak javobgarlikni olish qo'rqmasdim. Shuning uchun sizlarga tavsiya, agar siz ishxonada ishlayotgan bo'lsangiz, kim bo'lishidan qat'iy nazar, oddiy ishchimisiz, injenermisiz, duradgormisiz, quruvchimisiz, agar rahbar mana shu sizga qanaqa topshiriq beradigan bo'lsa, hech qachon yo'q demanglar. Xo'p denglarda bajaringlar. Esinglarda bormi bitta kino, operatsiya uy degan. O'sha militsioner turganda odamlar o'sha 15 sutkaga qamalganlar turganda savol beradi. Kim qurilishga desa, "Men" deydi. Keyin manaqa yoshxonaga "Men" dedi. Shunga o'xshab siz ham o'yningizga "Men" deb qo'rqmasdan majburiyatlarni olishinglar kerak. Bu lavozimga ko'tarilgandan keyin endi yig'ilishlar bo'ladi. Bu katta korxonani boshqaradigan rahbar qanday boshqarayotganini ko'ra olasizda. Yig'ilishlarda qatnashasiz. Bizning rahbarimiz o'sha obkom partiyada ishlagan odam, o'rus kishi edi, o'zbek tilini yaxshi bilardi. Bu odam o'sha zavodni boshqaradigan odam juda ham yaxshi boshqarardi. Odamlar yig'ib, shoshilmasdan gapirib, topshiriqlarni berib, men o'tirib o'rganib boraman. Qanday boshqaryapti? Qanday odamlarga gapiryapti? Bu odam mamtaqa javob berganda nima deb javob berish kerak? Mana bu o'qish, o'rganib borardi. Shuning uchun sizlar ham agar muvaffaqiyatga erishmoqchi bo'lsanglar, katta lavozimda ishlaydigan odam yoki shu muvaffaqiyatga erishgan, sizdan ko'proq pul topgan odamni oldiga boringlarda, bepul bo'lsa ham 1 haftami, 3 kunmi ishlanglar, o'tiringlar, ko'ringlar, nazorat qilinglar. Qanday qilib boshqaryapti? Qanday qilib harakat qilyapti? O'shandagina mana bu ham zo'r o'qish hisoblanadi do'stlar. Shunday qilib odamlar ko'radi, rahbarlar ham ko'radi, aytadi, deydi, menga bu yordamchi kerak ekan deydi. Keyin men bu bola menga yordam beryapti, bunga yana qo'shimcha qanaqadir topshiriq beraman deydi. Bajarganinglardan keyin adashasizmi, qoqilasizmi, noto'g'rimi, lekin bajarganingizdan keyin bu odam ko'radida, sizga ko'proq topshiriq beradi. Shunday qilib ko'tarilasiz mana shu pog'onada. Mana bu eng asosiy qoidalardan biri. Ortiqcha metr qadami deyiladi. Qo'rqmanglar, ortiqcha harakat qilishga, ko'proq harakat qilishga, ko'proq berishga, majburiyatlarni bo'yninglarga olinglar. Mana o'shandan keyin meni ko'rishdi. Ko'rgandan keyin lavozim bo'shadi. Nimaga bo'shadi? Endi bitta qaroqpoq kishi konservatoriyani bitirgan, orator juda ham xotini nemis edi. Bu odamni lavozimga ko'tarishdi. 4-odam, zavodda hisoblanardi 4-odam. Bu kim? Birinchi direktor, ikkinchi
bu bosh muhandis, 3-odam partkom sekretari, 4-kasaba soyuzi raisi, odamlarni vakili. Alohida bu odamga oylik to'lardi. Bu odam kommunist edi. O'sha paytlarda kommunistlar dinga ishonish kerak emasdi. Bu odam cherkovda ashula aytardida. Shunday qilib unga shart qo'yishdi. Yo'q, sen cherkovda ashula aytmaysan yoki sen bu lavozimdan ketishing kerak. Bu aytgan, menga bu lavozim kerak emas. Chunki buni maqsadi boshqa edi. Oilasi, chunki xotini niye bilsa-da, shunday qilib bu lavozimdan ketdi. Qarasaki odam yo'q. Kim bo'ladi? Mana bu bola bor ekan dedi. Mana bu bola hamma narsani bo'yniga oladi. Mana shuncha odamlarni olib kelib, artistlarni olib kelib. O'sha paytlarda artistlar, mashhur artistlar. Men ularni zavodga taklif qilib, obed paytida zavodlar ishchilarni oldi, yarim soat bo'lsa ham ashula ayttirardim-da. Luiza Zakirova, Navoiy konsert, balet teatrida balet o'yinchilar kelardi. Keyin Mansur Tahmatov degan bor. Va ularga pul to'lardik. Odamlar ko'rib turibdi siz ular uchun qilganingizni. Shunday qilib ular, "Davay bu odam lavozimga qo'yaylik" deb, shunday qilib menga aytishdi. "Xohlaysanmi?" Men aytdim, "Bo'laman" dedim. Men o'ylamadim. Ulguramanmi, ulgurmaymanmi, eplaymanmi, eplamaymanmi, yoshman, kattaman. Men qilaman dedim. Shunday qilib mana shu lavozimga odamlar saylashdi. Men o'sha 4-odam bo'ldim, kasaba soyuzi raisi. O'sha paytlarda bu juda ham katta lavozim edi. Bu lavozimda ishlagandan keyin siz raykomda bor, hokimiyat emas, raykomning ilgari, obkomlar bor, markaziy komitetlar bor, bitta. Undan keyin profsoyuz liniyasi bo'yicha o'qishlar bo'lardi, yig'ilishlar bo'lardi. Mana shu yerda qatnashib, birinchi paytlari katta lavozimdagi odamlarni ko'rganimda qadaqadir ishonch, o'zimga ishonch yo'q edi-da, uyalgani gapiramasdi. Shunday qilib sekin o'rganib bordim. Chunki sizlar ham mana atrofinglarda odaminglar, masalan ko'rsatgandim, 10 ta odam. Ko'proq kim bilan vaqt o'tkazyapsizlar? Ularning daromadlari necha pul? Ular daromadlarini qo'shib bo'lamiz 10 ga o'rta hisobida mana bu sizning daromadingizni ko'rsatgandi. Katta lavozimdagi odamlar bilan, katta amaldagi odamlar bilan, boy odamlar bilan siz ko'proq vaqt o'tkazadigan bo'lsangiz, siz ham ulardan ko'p narsa o'rganasiz. To'g'rimi? Albatta mana shu narsaga e'tibor beringlar. Qo'rqmanglar. Odam qilgan ishni odam qiladi. Ular ham oddiy odam, mana hozir katta lavozimda o'tirganlar, hokimlar deymiz. Bunday qilib mana bu odamlar bilan uchrashganingizda ulardan o'rganasiz. Albatta mana shu qoidalardan foydalaninglar. Yana qo'shimcha, nimaga e'tibor berish kerak? Iloji boricha daraxt bitta joyda o'sib, bitta joyga biz daraxtni ekkanimizdan keyin boshqa joyga bu daraxtni ko'chirish kerak emas. Biz bilan ko'p odamlar kelardi, yosh, men bilan birga o'qigan bolalar, institutni bitirgan bolalar, ko'plar ketib qolardi. Tanish, bilish qidirib, isroq joyda izlab. Men chidardim. Sabr bo'lish kerak ekan. Sabr qilinglar. Bir kun emas, bir kun baribir sizni ishingiz, omadingiz anaqa bo'ladi. Omadingiz keladi. Sabrni tagi oltin, bekor gapirishmaydi. Shunga sabr qilsanglar, albatta sizni harakatlaringizni ko'radi odamlar. Albatta siz o'sha olgan bilimlaringiz yig'ilib borib, birdaniga mana siz keyingi pog'onaga chiqasiz. Shunaqa paytlar bo'lganki, mana xotinim bilan to'yga borganimda erkaklar alohida, yigitlar, ayollar alohida. Men o'sha yigitlarning oldida o'tiribman, kostyumlarim yaxshi kiyingan. O'sha paytlarda eng zo'r ana shu hisoblanardi, kimda mashina bo'lsa, kim boy bo'lsa, zavsklad, magazinchi bo'lsa. Zavodda ishlaganlar bedniy injenerdi, kambag'al injener deyishardi. Shunday qilib o'sha bolalar bilan o'tirib qoldim. Aka, qanaqasiz, zo'r o'tirib gaplashib o'tiribmiz. Qayerda ishlaysiz? Bittasi, "Men zavskladman", bittasi, "Men magazinchiman" dedi. Bu bittasi bunaqa deb o'zini maqtayapti. "Siz qayerda ishlaysiz, aka?" deganman. "Zavodda" deganimdan keyin ular mana o'tirgan joyimizda gaplashib turgan. Mana bunda o'girilib o'tirib olishdi-da. Shunaqa xafa bo'ldim. Gaplashmay qo'yishdi men bilan. "Sen bilan nima qilamiz, gaplashamiz" degan gapda. Ko'ryapsizlarmi? Bu ham menga turtki bo'ldi. Odamlar mensimagandan keyin men aytdim, men o'zim mana shu muvaffaqiyatga erishaman. Keyin mana ko'p o'qishlar bo'lardi. Bizni mana shu rahmatlik
obkom profsoyuzni raisi edi, To'lqin aka degan. Ular ko'p tashkil qilardi. Har oyda bir marta zonovdixga olib ketib 3 kun 4 kun o'qish olib boradi. Ko'p bilimlar olganman. Qonunni zo'r bilib olganman. Odamlar bilan ishlash, qanday qilib mana shu vaziyatlarda chiqib ketish. Chunki biz ishchilarni himoya qilardik. Rahbar bilan tortishardik kerak bo'lganda. Shuning uchun mana shu o'qishlar menga ko'p yordam berdi. Ammo javobgarlikni bo'yningizga olgandan keyin tepadagilar ham iloji boricha o'zining vazifalarini sizga topshirar ekan. Shunday qilib direktor ham, bosh muhandis ham endi mana bunaqa yig'ilishlarga borgisi kelmas edi. Sexlar sovuq, qish payti ayniqsa rabochilar to'polon qilardi. Yig'ilib, isitib beringlar sexni, biz ishlamayapmiz deb to'polon bo'lganda menga aytardi, bor dedi odamlarning oldiga. U yoqqa borardim. 200 ta odam, hammasi gapga usta, rabochilar, o'rislar, tatarlar, nemislar vaqtishardi. Mana ular bilan til topishim kerak edi. Mana bu ham zo'r o'qish ekan. Bu mana shu tajriba, oratorlik mahoratiga o'rgandim. Undan keyin endi ko'p o'rislar olamdan o'tgandan keyin baribir ular zavodga olib kelishardi, o'lgan odamni rahbarlar chiqib, gapirish kerak edi. Rahbarlar endi ular ham qarasaki, mana bu yerda bor, bo'yniga olyapti javobgarlik. Ravshan sen borgin dedi. Va o'rtaga borib, ularning oldida o'lganlarni anaqa yaxshi ishlagansan, anaqa joying jannatda bo'lsin deb anaqa qilib gapirish kerak edi, oratorlik qilib. Mana shu yerda ham birinchi marta gapirganda men qo'rqib, qo'llarim titrab gapirmaganman. Keyin sekin-sekin o'rganib ketdim. Mana shunday qilib javobgarlikni bo'ynimga olgandan keyin ko'proq odamlar bilan gaplashib, ko'proq mana bunaqa uchrashuvlarda, yig'ilishlarda qatnashib, bu amaliyot bo'ldi-da, praktika bo'ldi. Shuning uchun sizlarga ham tavsiya qanday? Javobgarlikni bo'yningizga olishga qo'rqmanglar, 100% olinglar. Ikkinchi, bitta joyda ishlanglar, bitta joyda daraxt ko'karadi, o'sadi. Bitta joyda siz ertaga Xudo xolos muvaffaqiyatga erishasiz. Uchinchi, ko'proq bilimlarni olinglar, o'qinglar. Qayerda kitob bo'lsa, qayerda yig'ilish bo'lsa, onlayn darslar bormi hozir? Albatta shu bilimlarga ega bo'linglar. Albatta bu narsa bilimlar sizlarga xizmat qiladi, kerak bo'ladi. Bu muvaffaqiyatga erishishning birinchi usuli sizlarga gapirib berdim. Tirsaklar. Ikkinchisi bor. Qanaqa bilasizlarmi? Ustoz topish kerak. Va uchinchisi bor. Tepada o'tiradigan tanish bilishlar bo'ladi-yu, tank deymiz, junli qo'l, sizni bu yoqqa, bu yoqqa. Mana ko'p odamlar shundan foydalangan. Va shu joyda, shu pog'onada qolib ketgan. Tank yo'q edi menda. Hech kim yo'q. Chunki men Qozog'istondan kelganman, O'zbekistonga, Toshkentda qolib ketganman, o'ylanib, hech kim tanishlar yo'q edi. Odamlar ishonmasdi, qanday qilib sen mana shu lavozimlarga erishding deb. Menda ustozlar bor edi. Ko'rdinglar, albatta ustoz bo'lsin do'stlar. Bu korxonangizning raisi bo'ladimi, direktor bo'ladimi, yoningizda ishlayotgan lavozimi ko'proq, kattaroq, boyroq odam. Shuning uchun men sizlarga tavsiya qilaman. Albatta ustoz topinglar. Sizlarga bu arzonroq tushadi. Ko'plar aytadiki, "Voy qimmat ekan, aka, sizning kursingiz" deydi. Mana biz aytyapmiz, $500 kursimiz. Marhamat, kelinglar. Men sizlarni qo'linglarni olib, qadama-qadam o'tkazaman. Yordam beraman, tablisalarni qilib beraman desam ham, "Voy qimmat ekan" deydi. O'zlari harakat qiladi, $10,000 pul yo'qotyapti. Qaysi biri arzonroq? Ustoz topishmi yoki o'zining yo'li bilan, o'zining bilimlar bilan bosh bilan urilib ko'proq pul yo'qotishmi? Shuning uchun ustoz albatta topinglar. Qayerda ishlayotgan bo'lsanglar, qaysi lavozimda, qaysi sohada bo'lsanglar ham albatta ustoz bo'lish kerak. Undan foydalaninglar. Yana ko'proq ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsanglar va bizning kompaniyamizda qanday hamma narsa tashkil qilingan haqida bilmoqchi bo'lsanglar, biznes ekskursiyaga yoziring. Kommentariyada plus deb yozing, biz siz bilan albatta bog'lanamiz.